Kia Bongo mashinasiga benzin motor o'rnatildi. Benzin motor, 2 объемlik turbina. Bakilani shnaykalar chiqarib qo'yilgan. 4-bakilani o'rnatib olishadi. Yurgizchi. Bu motormi? No, motor. O'zining gaz ballonlari qoladi. Orqasiga benzin baklari qo'yib, benzinga ishlatib beramiz. Ikkita gaz balloni o'zini turadi, taklanaga ulatib, chetga qo'yib beramiz. Bu yerda ham mashinaga motor qo'yilyapti. Orqa tarafga ham motor qadar ishlar bo'lyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.